Salom, salom. Meni tabriklashingiz mumkin. Xalqaro tanlovda qatnashyapman. Yaxshi, internet bor ekan-a. Tanlov bo'layotganini eshitishim bilan darhol hujjatlarimni yubordim. Ishtirokchiga aylandim. Zo'r-a? Lekin oldin internet bo'lmaganda nima qilishgan ekan? Masalan, yangi chiqqan filmni tomosha qilish uchun qayerdan izlashgan yoki do'stiga xat yozmoqchi bo'lsa-chi? O'zi internetni kim o'ylab topgan ekan? Siz bilasizmi? Men ham bilmayman. Keling, birgalikda bilib olamiz. Tasavvur qilyapsizmi? Qachonlardir na YouTube, na onlayn o'yinlar, na ijtimoiy tarmoqlar bo'lgan. Hatto Google nimaligini ham bilishmagan. Odamlar bir-biriga xatlar yozishgan. Ularni pochta orqali jo'natib, javobi kelishini kutganlar. Ammo keyin internet paydo bo'ldi-yu, hammasi o'zgardi. Internetning paydo bo'lishiga harbiylar sababchi bo'lishgan. Ular agar dushman asosiy kompyuterni ishdan chiqarsa, maxfiy ma'lumotlar yo'q qilinishdan xavfsirashardi. Ana shunda olimlar turli kompyuterlar orasida axborot uzatadigan tarmoqni o'ylab topishdi. Ilk tarmoq AQShlik olimlar tomonidan yaratilgan bo'lib, u ARPANET deyilgan. Bu kompyuterlarning o'zaro axborot almashuvini ta'minlaydigan birinchi kompyuter tarmog'i edi. 1969-yilning 29-oktyabrida ushbu tarmoq orqali ilk xabar jo'natildi. Ammo u juda uzun xabar bo'lgani uchun tarmoq yuklamani ko'tara olmadi va ishdan chiqdi. Tizim takomillashtirila boshlandi va 1983-yilda TCP/IP ixtiro qilindi. Bu kompyuterlar uchun universal muloqot tili edi. Shundan so'ng barcha har qanday qurilma bitta tarmoq qo'llanishi mumkin bo'ldi. Oradan yana bir necha yil o'tib, 1983-yili Tim Berners-Lee ismli odam www xalqaro o'rgimchak turini o'ylab topdi. Bu biz bugun internet deb ataydigan tarmoq. U odamlar o'zlariga kerak bo'lgan axborotni izlab topishlari uchun saytlar va gibr havolalarni yaratdi. Ko'p o'tmay internet mashhurlikka erishdi. Ilk saytlar, pochta, chatlar va qidiruv xizmatlari paydo bo'ldi. Tasavvur qiling, ilgari bor yo'g'i bitta rasmni yuklab olish uchun bir necha daqiqa kerak edi. Ammo vaqt o'tib borar va u bilan birga texnologiyalar ham rivojlanardi. 2000-yillarga kelib, odamlar internetsiz yasholmaydigan bo'lib qolishdi. Google, YouTube, Facebook, Wikipedia, keyin esa Wi-Fi paydo bo'ldi. Haya, Wi-Fi ixtiro qilingach, internet simsiz ko'rinishga o'tdi. Ilgari u faqat maxsus ulangan simlar orqali ishlardi. Bugunga kelib, internet hamma joyda bor. Telefonimizda, televizor, aqlli changyutgich va hatto soatgichlarda ham bor. U milliardlab odamlarni bir-biri bilan tanishtiradi. Ish izlash, o'qish, o'rganish, muloqot qilishga yordam beradi. Bordi-yu, dasturimizning qaysidir sonini o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, internetdan ko'rib olishingiz mumkin. Yaxshi vorchim. Yaxshi o'rgimchak turini o'ylab topibdi. Bo'lmasa, hozir na YouTube, na Instagram bo'lardi. Chet eldagi do'stlarimiz bilan ham muloqot qila olmasdik. Dasturimizni ko'ra olmay qolgan sonlarimizni ham topa olmasdik. Timning o'rnida bo'lganda edi-ya. O'z ismimni tarixga kirgizgan bo'lardim. Ha, mayli. Men ham bir narsa o'ylab toparman. Yana ko'rishamiz. Xayr.